Xullas 40 kilometr yurib oxiri yetib keldim mana Chodakka. Hozirgi joyga. Bu katta joy bo'lsa kerak dedim. Bu tog'i oldiga qilingan joylarga ko'p uylari bor. Ana o'shani cho'ynakli sharsharasi. Tepadan ham olib so'mkasini qo'yaman. Rampda bo'lsa bo'ladigan joylar bor ekan. To'g'risi kelmoqchi bo'lsanglar hisobga olib qo'yinglar. Trassadan kirish 30 kilometr osha 40 kilometrlik yo'l ekan. Men hozir 3 ta mashinada 5 ming so'm qilib kirib keldim. Atak o'zi 4 ta mashina ekan. Shunda umumiy hisobda 35 ming so'm xarajat qildim. Oxirgi o'tirgan mashinam 20 ming so'mga menga nima deydi, skidka qilib olib kirib qo'ydi. Lekin agar keladigan bo'lsanglar, narxlari qimmatroq. Mana kuz sezonida kelish ozgina mistoydi ekan, chunki odam ham kam. Hatto qurilish ishlari ketayotgan ekan. Kuzatib turinglar, hozir yana boshqa videolarni ham qo'yaman.